Cherry Milana F1 hibridi Neritsis kompaniyasiniki. Xonamiz Toshkent viloyati Chirchiq tumanida joylashgan. Ko'chatlarimiz issiqxonaga 10-may kuni yerga o'tkazilgan. Bugun sana 18-avgust. Уже terim boshlangan mana. Mana pastki shonalari ham o'zini mana ranglari qon qizil, mana tepalari bu yoq pulni shonamiz kistimiz to'liq qizarguncha tepadagi pomidorlar yorilmagan qattiq holatda turibdi mana. Ushbu sort boshqa sortlardan o'zini serhosilligi bilan hozirgi kundagi barcha viruslarga ustuvchiligi bilan pomidorlari qattiq, ranglari qon qizil, yorilmasligi bilan boshqa navlardan ajralib turadi. Vegetatsion jihatdan ham juda kuchli sort. Mana tepalari ham ko'rasizlar mana. Juda a'lo ahvolda.